Assalomu alaykum qadrli Mexanik O'zi YouTube obunachilari. Bugungi videomiz Jack M4 zubchat remenlari haqida bo'ladi. Undan oldin birinchi bo'lib biz lokatsiyani tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu yoq Sergeli mashina bozori mostidan kelishda Uzgazoil zapravkada o'tgandan keyin o'ng qo'lda do'konimiz. Agar sizlar qo'l yo'q tomondan keladigan bo'lsanglar, qo'l yo'qdan kelasizlar, ya'ni Qumari mostdan tushishda o'ng qo'linglarda Hyundai avtosalon, uni projekt tomonda biz do'konimiz. Xo'p, bu obunachilarimiz biz videoni boshladik. Hurmatli uchun. Ko'rib turibsizlar do'konimiz Jack, GM, bundan tashqari Xitoy mashinalari BYD, G-Tower, Li barcha turdagi topoviy brenddagi mashinalar zapchasalari bor. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir detallari ularni avia dastavkalar yoki kargo bilan keltirib berishimiz mumkin. Xo'p, bugungi mavzumizning asosiy qismi Jack M4 zubchat remen komplektlari haqida bo'ladi. Buni biz tayyorlab qo'ydik mana, ikki xil remen komplektlar. Bu Gates firmaniki. Ikkinchisi bu Jack zavoddan primoy keladigan mana. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, endi bularni biz farqlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rgan edik Gates eng topoviy brendlardan bittasi. Xo'p, zubchat remen komplektlar originallarida, ya'ni Jack zavoddan kelganlarida bitta komplekt bo'lib kelmaydi. Har xil idishlarda, ya'ni bittasi katta, kichkina 3 xil natijali roliklari hammasi bittada alohida korobkada keladi. Gates firmasi buni bittaga rem komplekt qilib qo'yib qo'ygan. Endi bularning farqlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, endi raspakovka qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda hammasi bitta idishda. Bularda alohida. Endi mana ochamiz. Xo'p, mana bu remen, ya'ni zubchat remen. O'zi ko'p firmalarda remenlarini bilsanglar power grip ishlab chiqaradi. Xo'p, endi bu original remen. Mana. Zo'rlar yaqinlab olib keling. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda Jack yozuvi bo'ladi zavodskoyda. Ikkinchisida mana power grip, hammasi power grip, lekin bularda Jack yozuvi bo'lmaydi. Bu remen bunga nisbatan, zavodskoyga nisbatan ozgina razницasi bo'ladi, ya'ni sal yupqaroq bo'ladi. Materiali endi buni sifatsiz deb bo'lmaydi, lekin darajasiga nisbatan oladigan bo'lsangiz, zavodskoyniki qalinroq bo'ladi, mustahkamroq bo'ladi. O'rtacha probegini hisoblasangiz, qizil korobka, ya'ni Gates firmasiniki 50 ming atrofida yurib beradi. Originallari 70 ming atrofida. Endi bu albatta haydovchini mashinani haydashiga bog'liq. Ya'ni qanaqa nagrushka bilan beradigan bo'lsa, 1000 zo'r bo'lsa ham, zavodskoy ham 40 mingni uzilib ketishi ham mumkin. Buni ehtiyot qilib haydash kerak. Xo'p, endi ikkinchisi bu natijlari. Mana ko'rib turibsizlar. Bu Gates. Ikkinchisi. Uchinchi parazitni rolikchasi. Ya'ni buni lenivets deyishadi, buni parazitni rolik deydi, bu natijada. Xo'p, keyingisi bu zavodskoyda ochamiz mana. Bularda doim Jack brendi bilan keladi. Xo'sh, ikkinchisi. Uchinchisi eng kichkinasi. Endi bularning bitta farqini ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda Gates, ya'ni GTS bilan kodini yozadi. Ikkinchisida originalida 102.34.00 GD190. Ya'ni bu korobkadagi kod bilan bir xilda bo'ladi. Jack zavodskoyda doim detalga kodni tushirib yuborishadi. Bularning farqi ichidagi patcheninglarida sifatda raznica bo'ladi. Ya'ni probegida aytganimizdek farq qiladi. Misol bunisi 50 minggacha yurib beradigan bo'lsa, bunisi 70 minggacha. Ikkinchisi. Mana ikki xil detal bunda ham. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, 102.36.08 GD190. Bu bilan bir xil. Bunda faqat Gates so'zini ham bilamiz bilan. Uchinchisi endi bu kichkinasi, ya'ni parazitni rolikchasi. Ko'rib turibsizlar, ikkalasida farqi bu sal nima deydi, materialda ozroq raznicasi bor baribir bunda ham.
Yamni ko'rinmaydi, lekin buni ustalar bilan ko'rib nima deydi? Ustalarga olib borib tekshirtirganinglarda ikkalasini farqini ham bemalol ko'rsatib berishadi. Bu farqlari mana. Ko'rib turibsizlar. Bir taraf Gates, ikkinchi taraf Zavodskoy. Remen komplektlar. Endi buni ikkalasini ham bizni do'konimizda sotib olsanglar bo'ladi. Endi kimga qanaqa, kimdir bundan olishi mumkin, kimgadir bu. Lekin ko'pchilik bilmaydi, ya'ni originalini bilan buni farqini. Shuning uchun sizlarga tushuntirib o'tmoqchi bo'ldik. Kimlardir originalini olsa ko'proq xizmat qiladi, ya'ni Zavodskoy. Ikkinchisi Gates. Gatesdan ko'ra pasti endi u ancha past ekan. Chunki Gates уже topoy brend. Bunisi original. Ikkalasining farqi shu. Endi bundan tashqari bizdagi ko'p zapchastlarda xuddi shunaqasi, ya'ni firmenisi bor, sex variantlari bor, Zavodskoylari bor. Xo'p, bugungi videomizning asosiy mazmuni shu ikkalasini farqlarini ko'rsatib berish edi. Endi biz buni video davomida buni yomonlash emas asli maqsad. Kimlardir buni original deb sotadiganlar bor. Zavodskoy sotadiganlar bor. Kimdir buni bilmaydi, originali asli bunaqaligan. Zavod narsa. Shu qatorda sifatda raznica qilgani bilan narxida ham raznicasi bo'ladi. Misol, primerni olaylik, buni 100 ming so'mlik remen deydigan bo'lsak, общий endi. Primerni lekin bunaqa emas, qimmatroq. Bu 150 ming. Primerni narxi shunaqa. Prosta solishtirish uchun. Endi hozirda ko'pchilik bozorda sotilayotgan narxlar bular 1 million 300 ham sotiladi, 1 million 350 ham sotiladi. Lekin originallari 1 million 800 dan 1 million 900 orasigacha bo'ladi. Endi bu bozordagi narxlarning nisbati. Qaysi do'konda unday, qaysi do'konda bunday. Xo'p, endi qisqacha qolgan zapchastlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shunaqa remen komplektlarimiz Jackson Relay uchun bor. Misol mana bu Jackson Relay remen komplekti, ya'ni Gates firmaniki. Bu Jackson Relay. Bu Gates firma aytganimdek to'poy brend. Buni hech kim yomonlay olmaydi, chunki deyarli 90% mashinaga Gates firma zapchast beradi. Ya'ni motor zapchastlardan remen komplektlar, pompalar, ko'p turdagi zapchastlarni beradi. Xo'p, undan keyingisi endi bizda bo'ladi. Keyingi videomiz klapanlarning farqlari. Ya'ni Zavodskoy klapan bilan undan keyingi sex variantlarning klapanlari. Misol, bitta oddiy klapanni, misol M3 klapanni olaylik. M3 klapanni ham bir 4 xil, 5 xil filma chiqaradi. Bittasi arzonroq, sifatsizroq, ikkinchisi undan ko'ra yaxshiroq, sal sifatliroq, narxi o'zgarib ketaveradi. Xo'p. Keyingi video davomida ko'rsatib o'tamiz. O'sha aytganimizdek mavzu klapanlarga doir bo'ladi. Endi oddiy bitta misol ko'rsatamizda, mana bunaqa bo'ladi original klapan. Endi buni narxi qanaqa, sifatlari qanaqa, qancha probeg degan narsalarni keyingi video davomida gaplashib o'tamiz. Xo'p, xuddi shunaqa zapchastlarda originallari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki raqamga murojaat qilsanglar, respublika bo'yicha dostavka xizmatimiz mavjud mexanik uzdan. Bemalol agar qanaqadir zapchastlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki aloqaga chiqsanglar, mexanik uz jamoasi sizlar xohlagan turdagi zapchastni yetkazib beradi sizlarga. Mabodo yo'q bo'lsa, через avia dostavka yoki kargo bilan uni gabaritiga qarab, misol kichkinaroq shu narsani oddiy misol avia dostavkada qilsangiz bo'ladi, chunki kichkina narsa. Unaqa katta gabaritli emas. Agar gabaritli narsa bo'ladigan bo'lsa, misol bamper bo'lishi mumkin yoki katta shivellarlar bo'lishi, ular bo'ladigan bo'lsa, uni kargo dostavka, ya'ni katta konteynerda keltirib berishimiz mumkin. Faqat kunlar raznica qiladi. Samolyotda 5 kundan 8 kungacha, kargo dostavkada 15 kundan 1 oy orasigacha dostavka xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan mexanik uz jamoasidan Farhod bo'ldi.